Ketyapsizlar? Ha, Ketyapsizlar? ular hojatga ketdi. Ha. Video qilib olay. Assalomu alaykum, mehribon Rabbimning mu'min va mu'mina bandalari. Qarang, tunda Toshkentga ketyapman. Hozir mashinamizni to'ldirgani, benzin to'ldirmagani, dunyo degan metanga to'xtadik. Tunda hayot chiroyli, hayot go'zal. Men Toshkentda yashayman endi. Toshkent non shahri. Xo'jayinim o'tganlariga 14 yil bo'ldi. Shuncha yil yashab,man azobda. Endi o'zim uchun ham, farzandlarim uchun ham yashayman. Shuning uchun Toshkentga ketyapman. O'sha yerda Allohimning mehribon, Rabbimning mehribon, yaxshi insonlarini qanotida ko'klayman, barq uraman, yashnayman, hayotga qaytaman. Bu yerda hech kim qo'ymayapti. Allohim mehribon. Inson yashash kerak. Odamlarga qo'yib bersangiz sizni o'ldirib, maralni ezib, siqib tashlaydi. Men ham insonman-ku. Farzandlarim katta bo'ldi. Qo'limiz oshga yetganda biz ham yashasak maylimi? Iltimos, bizni ham tinch qo'yinglar. Biz ham